Bunga ishonish qiyin, lekin o'zbek yigitlari allaqachon xalqaro podiumlarda, ammo o'z yurtimizda ularni o'zbek emas deb o'ylashadi. Keling, bu noto'g'ri fikrni o'zgartiramiz. Hozir sizlarga O'zbekistondagi eng mashhur o'g'il bola modellarini tanishtirib o'taman. Kira, 20 yosh, bo'yi 190 cm, 2 yildan beri professional modellik bilan shug'ullanadi. Glamour, podium, viza pokazlarida ishtirok etgan. Ko'plab yirik va mashhur brendlar va reklama syomkalarida suratga tushgan. Mustafa, 23 yosh, bo'yi 190 cm, 2 yildan beri professional modellik bilan shug'ullanadi. U Glamour, podium, viza pokazlarida faol ishtirok etgan modellardan biri. Eng mashhur brend va reklama syomkalarida suratga tushgan. Hozirda Hindiston davlatida kontrakt asosida modellik faoliyatini olib bormoqda. Jan, 21 yosh, bo'yi 190 cm, 4 yildan beri professional modellik bilan shug'ullanadi. Adrenalin va Honor reklamalarida suratga tushgan. Ko'plab mashhur brendlar bilan hamkorlikda ishlagan. Shuningdek, uning rasmi Vogue, BBC, Elle jurnallarida chiqqan. Otabek, 27 yosh, bo'yi 192 cm, 3 yildan beri professional modellik bilan shug'ullanadi. Dizayner Azamat Samatovning tanlangan modellaridan biri. Oligarx, Yandex kabi reklama syomkalarida suratga tushgan va ko'plab mashhur brendlar bilan hamkorlikda ishlagan. Hasan, 27 yosh, bo'yi 190 cm, 5 yildan beri professional modellik bilan shug'ullanadi. U kontrakt asosida Gonkong, Tailand, Singapur, Malayziya kabi davlatlarda modellik bo'yicha ishlab kelgan. Toyota, Oppo va Armani kabi mashhur brendlar bilan hamkorlikda ishlagan. Doniyor Kim, 27 yosh, bo'yi 187 cm, 9 yildan beri professional modellik bilan shug'ullanadi. U kontrakt asosida Hindiston, Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va Yaponiya davlatlarida modellik bo'yicha ishlab kelgan. Boss, Calvin Klein, Seven Saber, Oligarx kabi mashhur brendlar bilan hamkorlikda ishlagan. Ha, ushbu ro'yxatdagi barcha yigitlar o'zbek. Ishonish qiyin, to'g'rimi? Ular nafaqat kelishgan, balki o'z ishlarining professionalidir. Ko'pchilik o'g'il bola modellarga nisbatan negativ fikr bildiradi, lekin bu xato. Har bir ishning o'z mas'uliyati bor. Hech narsa o'z-o'zidan osonlikcha bo'lib qolmaydi. Keyingi videoda o'g'il bola modellarga nisbatan bildirilgan fikrlarni muhokama qilamiz. Mana yo'qotib qo'ymaslik uchun like va podpiska bosishni unutmang.